$43.500 ga shunaqa chiroyli loyihali uyimiz срочныйga sotilar ekan. Okalar mana fasad qismi tindirib, travertilla qilingan darvozaxonadan kirib boshlaymiz. Ko'chalari keng 12 metrli ko'chalardan. Xo'p, okalar mana kirib boraverishimiz rom qo'yilgan kuxnaga mo'ljallangan ekan. Bemalol avtomobil sig'adi. Chiroyli mana patalo ishlovlargacha qilib qo'ygan. Hovlimiz o'ta ham fayzli. Okalar, eng qizig'i bu hovlimizda uy ichi holatlari suvoq holatda hamma отделка qismlarini ham sizni didingizga moslab turib to'la bitkazib berishadi. Hattoki mana shu zinaga perillarni xohlagan turingiz, xohlasangiz nerjaveka, xohlasangiz temirdan ishlovlarni qilib berishadi. Bo'yog'igacha qilib. Bu bitta umumiy hojatxonamiz, bitta yakka xona, ichida sanuzli bilan. Bu tomonda oshxonamiz bor. Ichki holatlari elektr montajlargacha qilib suvoq qilib bo'lgan. Sizga moslab turib, qaysi rang xohlasangiz shu rangda. Xohlasangiz aboy, xohlasangiz vodomontiya. Bu yerda bir uy dahliz ichida sanuzli bilan, bu yerda ham bir ikki xona ichida sanuzli bilan. Okalar, juda ham chiroyli mana landshartlarni qilib, chiroyli qilib gulxonalar ajratilgan, stashkalar bo'lgan, suv svetdan muammosi yo'q. Notarisda pul sanayapsizlar. Narxi 43.500 ga. Lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi. Samarqand Safos, 4-Bahor ko'cha. Xo'p, akalar, yo'l yuzida rosa bo'lsa 350-400 metr. Bitta like bosib, tayyor hovli qidirgan aka-ukalarimizga tashlaymiz-da, to'ylarni qilib, maza qilib bosib yuboramiz akalar.